UFC 311 da jang olib borgan Irji Prochazkiga UFC prezidenti Dana White savol berdi press konferensiyada. Nega sochingni oldirib tashlading Irji deganda Irjining javobi: "Men mamlakatimdagi bir qizaloqni ko'nglini ko'tarish uchun men sochimni oldirib tashladim va ushbu qizaloq saraton raki bilan hozirda kurashmoqda. Men ushbu qizaloqqa 50 ming dollar, ya'ni Chexiya pul birligida million krona xayriya ehson qildim" deganda, bu Dana White million krona qancha bo'ladi deganda, taxminan 50 ming dollar atrofida bo'ladi desa, sen 50 ming dollar xayriya qilgan bo'lsang, u pulni xayriyani 100 ming dollarga ko'taramiz, men ham 50 ming dollar xayriyaga qo'shilaman deb turib, xullas kalom Dana White'ga respekt, Irji Prochazkiga esa alohida respekt. Xullas kalom Irji Prochazkining bo'ylarini juda uzoqdan beri kuzatib boraman, juda ham bir aqlli va taktik juda ham kuchli bola. Reaksiyasiga ishonishga harakat qilyapti. Flyingning zarbasi o'tmadi. Jil Prochazka tizza zarbalarni qo'shdi, lekin Jamal Xilproz o'ziga kelib olgandek. Jamal Xil yutilyapti. Zarbalar bilan yakunlab qo'yishi mumkin. Jil Prochazka zarbalar beryapti, Jamal Xil himoyalanyapti, iloji boricha turib olishga harakat qilyapti. Turib olyapti ham. Ja bo'lishi mumkin emas. Jag'i ham betondan baquvvat ekan. Yana uppercut zarbasi, yana yutilyapti Jamal Xil. Yana zarbalar. Jil Prochazka jangni muddatdan avval yakunlash imkoniyatiga ega va bo'ldi. Tugadi. Qoyil men vashi qoyil qoldim. Короче, vashi bo'y zo'r bo'ldi. Men o'zi ishongan edim Yuriy Prochazkaga.